Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türme Xatirlari Mahbus Ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Tilsiz aşık. 6-cı korpus 5-ci kamerga yötkelgendan keyin yangi qoida, qattiq tuzum va kayni-kayndan uchragan jazolar meni tamtirtib qo'ydi. Tuyuqsiz Xitoychaga og'zim kelmas, buyruqlarni darhol anqirolmas bo'lib qoldim. Yangi kamerda hala cho'tkalashni o'rganib bo'lgandan keyin dasmal qatlashni o'rganishga boshladim. Kamerda yer, hojatxona va o'choqni surtadigan dasmallar ayrim bo'lib, qatlash shakli va qo'yiladigan o'rnimi farqli edi. Buyruq bo'yicha hojatxonani surtib bo'lib, qatlagan dasmal kamer boshlig'iga yaramay tipik yedim. Manga tamoq sunig'ili kelgan oshpaz bola qatlashib berdi. Dasmal qatlayotgan qo'llarim titrab, faqatla qo'lashmayotdi. Men bir dasmalni qatlab bo'lgacha, u dasmallarning hammasini qirchiqirib, talabda aytilgan dofu partisidek qatlab, joy-joyiga tizib bo'ldi. Rahmat aytivedim, so'z kulimsirab qo'yib neri ketdi. Bu kamerdimi, mashq kamerdagidek kashlik son elinir ekan. Hammamiz qator tizilib pastda turdik. Kamer boshlig'i yog'och supida gediyib o'ri turib, sanashqa buyurdi. Yenimda oshpaz bola bor edi, ammo sanoq navbati uningga kelganda un chiqarmadi. Shuning bilan uni qatmayla sanoqni davom qildiman. Tuyuqsiz tekkan bir tastak bilan ko'zaynikimning bir uchi enkimga sanchilib qoldi. Boshqalarmi urib ketarmi deb aloqazodi bo'lib, atrofga qaradim. Ta'limga manga Abdurahmondan boshqa hech kim qo'l uzatmadi. Mashq kamerda bo'lgan bo'lsam, boshliq birini urib bo'lgacha, qo'l cho'moqlar netchini urib bo'lgan bo'ladi. Yiningda turgan Dilmuratqo gacha, "Amdi senmi gacha bo'lay demsan?" dedi Abdurahmon. Quloqlarimga ishonmay oshpazga qaradim. Tamga yozilgan muhabbat hikoyasi mushu balning ekanda. Manzira degan qiz bu yigitning so'gini bo'lg'aymidi? Dilmurat degan bu oshiqning tilsizligini har qanday qilibmi aqlimga sig'dira olmadim. Shundan boshlab Dilmuratga amroq bo'lib ketdim. U tinimsiz ishlaydi. Kamerni xuddi uy tutgandek pokiz, ratlik tutishga tirishadi. Shuningmekin kamer boshlig'i uni layoqatlik mahbus deb atab, hammaylanga ulga qiladi. Uningcha mahbus degan Dilmuratdek tilsiz bo'lishi, tili bo'lgandimi, ha, yoqdan boshqani demasligi, oyog'i yinik, qo'li chaqqan bo'lishi kerak ekan. Yangi mahbus bo'lg'achqa bu kamerda yo'lga qo'yilgan hojatxona surtishdiki, qo'l yuvishdiki va ishik tomlarini tozalashdiki turli qoidalardan bexabar edim. Dilmurat bularning hammani menga bir-birlab qilib ko'rsatdi. Tomni surtayotganda uningga Manzira degan ismni ko'rsatdim. Shu hamon uning yuziga qizillik yugurdi. "Qiz do'stingmidi?" deb so'radim. "Ha" degandek beshini lingishdi. Uning gapimni anglab tushunganidan xo'sh bo'lib sakrab ketgili tas qoldim. U gacha emas ekan. Odatda gacha bo'lgan odam gaz bo'ladi. Ularga gap uqtirish uchun ishorat tili qo'llanish kerak edi. Ammo u nimishqa so'zlamaydi? "Sig'indingmi?" deb so'raganimga pushaymon qildim. Uning yo'g'on, chiroyli ko'zlaridan kayni-kayndan oqqan ikki tomchi yosh mang'izidan bo'yinlarga saqib ketdi. Kashda yana sanoq boshlandi. Yuragim silib, tamtirashga boshladim. Xuddi Xitoycha sanoqni unutib qolgandek, yana xato sanab qo'ydigandek bir tashvish dilimni asir qilib oldi. Sanoq menga kelib, amdi varqirab bo'lishimga, maydamga tekkan bir peshvadan o'zimni yerda ko'rdim. Tomga taynib qopib bildimki, jiddiylashganim uchun yenimda qo'lidagi ishkal bilan putidagi kishanga bog'linib tukilinib qolgan bir mahbusni ko'rmay, uning sanoqini tartibaptiman. 3-kuni kashda sanoq ilinmadi. İçimde Allah'a ming shukr aytib uxlab qoldim. 4-kuni saharda
sanoq ilindiganligini anglab, tuyuqsiz put qo'limga titrak o'lishib, qo'rqishga boshladim. Növbət yenimdiki məhbusqa kelgəndə oduqub ketib, onun sanışını kutmayla sanab tashlabdiman. Kamir boshlig'i tillabla ketdi. Ondan ishtinimni soldurishga buyurdi. Bu qatim bək qo'rqib ketmedim. Ammo yanala bir qo'lim kasamda, yana bir qo'lim jon yerimda edi. Ikki mahbus qo'limni dumbamga elib bir qayrib edi, tugilibla qoldim. Kasamga tegayotgan oyoqning pashnasi chang-chang ovoz chiqaratdi. Og'riqdan siyib tashladim. Burun ishtonga siyivatdi deganni anglagan. Mana endi mening beshimga keldi. Tuyuqsiz birining varqirab, ustimga o'zini tashlashi bilan urush to'xtadi. Qarasam Dilmurod. Kamir boshlig'imi Dilmurodning yuzini qilganligini aytib, ur-urni to'xtatgan edi. Oradan bir yilcha o'tib, Ko'ktog' qamoqxonasida qon tekshirilganda Dilmurodga quyib qo'ygandek o'xshaydigan bir mahbusni ko'rib tong qoldim. So'rasam, uning dadisi chiqib qoldi. U kuni ikkimiz o'chiratda yonma-yon turib qopdiq. Qamoq tarixim uzrab, bir qitim kesib e'lon qilinib bo'lg'achqa, gundubaylarning tahdidlariga qaramay, Dilmurodning hozir nadiligini, uning tiliga nima bo'lganligini so'radim. Dilmurodning onasi tug'utda tugab ketgan ekan. Bu o'skilan o'ruq odam Dilmurodni ham ona, ham dada bo'lib boqqan. Maktab yoshiga yetganda uni nurg'un sovg'a salomlar bilan yo'l mengib, 20 ming so'm pul xajlab, Aran deganda Xitoycha maktabga oldirgan ekan. Dilmurod maktabga yangi kirganda Xitoychini faqat bilmagachga, topshiriqni tushunolmay, ishlamayla maktabga beribdi. Dastlabda o'qituvchi uning qo'liga sizg'uch bilan uribdi. Keyingi kuni o'qituvchi topshiriq ishlamay kelgan Dilmurodga ochiqlab, avval qo'liga urib gap qilishga zo'rlabdi. Ondan tilini chiqarg'izib, "Zodi gap qilamsan yo'q?" deb tartibdi. Dilmurod shu chog'da birla chirqirab yig'ilgancha yerga yiqilibdi. Shu minutdan boshlab u na saboqdosh, na muallim, na mudirga gap qilmabdi. 6 yoshlik bir bola tildan qopdi. Bu ahvolni Dilmurodning saboqdoshlaridan anglagan dada maktabga berib mudir ishxonasini beshiga kiyibdi. Dilmurodni yetilab ko'rsatmagan doktor, aparmagan daxan qolmabdi. Ma'rif idorasiga berib shira o'rindiqlarni chaqibdi. Ishchi xizmatchilarni sur to'qay qilib, yuzlarini kachatlab yig'labdi. Arz qilib barmagan yeri qolmabdi. Dilmurodning dadisi bilan yana nimalarni deyishganim esimda yo'q. Uning Dilmurodga chaplab qo'ygandek o'xshaydigan qarmutuq chiroyi, mungluq cho'ng ko'zlari va manglik bilaklari esimda. Mendek 40 ga yaqinlashgan odamni Xitoycha sanoq sanayolmas qilayotgan tahdid, tayoq va qo'rqinishning 6 yoshlik kichikkina Dilmurodni tilsiz qilib qo'yishi aniq edi. Shularni xiyol qildim. Bechora Dilmurod avval onasiz qoldi. Uni ozdab tilsiz qoldi. Ondan maktabsiz hili uyda, hili ko'chalarda yurib, mehrsiz, izzatsiz, huquqsiz qoldi. Oxirida o'zini bu kunga qo'ygan odamlardan qisos elish, jamiyatdan ochiqini chiqarish uchun jinoyat yo'liga mandi. Undaqda dadachu, uningga nim bo'ldi? Bu kasalchan odam nima sababdan qamaldi? Bular menga sir peti qoldi.